Bizda 350 ming, 250 ming so'mlik darvozalar yo'q. Xudo xolasa 50 ming, 100 ming so'mdan kvadratiga chegirmalarni qilib qo'ydik. Bu darvozamiz aksiyada, hop, kvadrat metrini 1 million 200 ming so'mdan qo'yib berganmiz. Klientlarimiz telefon qilishyapti, zakolat berdim, kuyib oldim, usta, shunaqa muammolar juda ko'p bo'layapti. Shuni hisobiga ishonarli bo'lish uchun o'zimni tanishtirib o'taman. Rahimov Salohiddin Sirojiddin o'g'li, Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'i 55-uyda istiqomat qilaman. Qumtepa MFY. Assalomu alaykum yurtdoshlar. 2026-yil boshiga xudo xolasa qo'ldan kelgancha aksiyalarni qilib qo'ydik. Bizda 350 ming, 250 ming so'mlik darvozalar yo'q. Xudo xolasa 50 ming, 100 ming so'mdan kvadratiga chegirmalarni qilib qo'ydik va yangi zakaz asosida yasab beradigan narxlarimiz bilan batafsil tanishtiramiz. Xo'p, bu darvozamizga keladigan bo'lsak, stoykalarga 8 ga 6 profil qo'yganmiz. Tagi qismi shvillar, qanot profillari 6 ga 4 qora yaxshisida bo'lgan, rossiyskisida. Listlari 1-2 variantda bo'lgan, nirjavekalarni ham gold variantda qo'yib berganmiz. Mana bu joylarga bir qator e'tibor berib qo'yasizlar, yangilik qilib oq nirjavekadan jilo berib qo'ydik. Xo'p, darvozamizning razmerlariga keladigan bo'lsak, balandligi 3.30, eniga 3.35. Aksiyada darvozamizning kvadrat metri 600 ming so'mdan, общий summasi 6 million 600 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Yangi zakaz asosida bo'ladigan bo'lsa, 650 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib o'rnatib beramiz, chiroyli qilib. Vibrali bo'ladigan bo'lsa 690 ming so'mdan chiqarib beramiz. Dastavka, ustanovka O'zbekiston bo'ylab esingi davlatlarga ham xudo xolasa chegaragacha olib borib beramiz. Agar rasxotimizni qoplab berishsa, chegaradan u yog'idagini olib borib ustanovka ham qilib beramiz. Hop, ketingi fasonimiz high-tech fason, o'zgacha uslubda, yangicha yondashuv. Bu darvozamizdan hali ko'p joyga o'rnatmadik, sababi bu yangilik. Xudo xolasa xalqimizga manzur bo'lsa, chiroyli qilib ustanovkalar bilan bitirib beramiz. Hop, bu darvozamizning ma'lumotlarini beradigan bo'lsak, hop, stoykalarga 10 ga 10 brus qo'yganmiz. Tagi qismlari 10 ga 5 shvillar. Qanotda aylana profillari 6 ga 4, 1.7 ligidan bo'lgan, listlari 1.8. 2 qavat utuplit qilingan, xudo xolasa garantiyali darvozamiz. Kraskalarni ham ko'rib turibsizlar, devo kraska matviy holatda tayyorlab berganmiz. Ruchkalariga ham ahamiyat berib qo'yasizlar, ruchkalari ham o'zgacha uslubda tayyor bo'lgan. Xo'p, darvozamizning qanotlari ichkariga ochiladi, addenlik kalitkasi o'ng tomonda chekkada bo'lgan. Xo'p, razmerlariga keladigan bo'lsak, balandligi 358, xo'p, eniga 395. Darvozamizning kvadrat metri zakaz berishadigan bo'lsa 1 million 400 ming so'mdan chiqadi. Bu darvozamiz aksiyada, xo'p, kvadrat metrini 1 million 200 ming so'mdan qo'yib berganmiz. Shunda gideta bir 3 million 200 ming nari berishda raznica qiladi. Agar darvozamizning razmerlari tushib qoladigan bo'lsa, xo'p, 19 million yo'q, adashib ketibman, uzr. 16 million 970 ming so'm chiqar ekan. Yo'lni bo'yidamiz, ozmoz changiga, ko'chadagi shovqinga hamyurtlarimizdan uzr so'raymiz, xudo xolasa. Xo'p, keyingi darvozamizga o'taveramiz. Taraf fason, skromniy, shtampovkali variant. Kraskalari buniki ham matviy holatda chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, darvozamizda stoykalarga 8 ga 6 profil qo'yganmiz. Tagi qismlari shvillar, qanot to'qima profillari 6 ga 4 qorasida bo'lgan. Listlari 1.2 variantda bo'lgan. Tepalariga havo aylanish uchun skvajnoy lazer holatda chiqarganmiz. Lazerlarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Xudo xolasa mana shu joylarni ham Versace qilib darvozamizga yarashadigan qilib ishlab qo'yganmiz. Xo'p, darvozamizning razmerlari eniga 350, xo'p. Eniga 330, balandligi 350 razmer ekan. Darvozamizning zakaz asosida 600 ming so'mdan zakasini bitirib beramiz. Mana shu darvozamiz ham aksiyaga tushgan, kvadrat metrida 50 ming so'mdan arzon, 550 ming so'mdan hozir hisoblab pullarini aytaman. Xo'p, 50 ga ko'paytiramiz, 30. Xo'p, darvozamiz aksiyada 6 million 350 ming so'm chiqyapti. Shunda olib borib o'rnatib beramiz. Vodiy ichiga, aksiyadagi darvozalarimiz ustanovkasi vodiy ichiga amal qiladi. Vodiydan tashqari joyga dastavka qilib beramiz ishlarini tagigacha. Ustanovkasini kelishgan holda bitiraveramiz.
Xo'p, keyingi darvozamizga kelamiz. Xo'p. High-tech fason, shtampovkali variant, listlar o'sha 1-2 variantda. Ruchkalarni ham ajoyib o'ziga xos qilib ishlab qo'ydik. Darvozamizni hop, kraskalari mokriy holatda, yaqinroq olib kelsangiz, buni laklarini boshqacha uslubda sochilgan, shagrin qilib. Juda ham chiroyli chiqqan. Ishlagan materiallari, stoykalari 8/6 profil, tagi qism shviller, qanot to'qima profillar 6/4 qorasida bo'lgan, 1/3lik variantda. Nerjavekalarni ham qora variantda qo'yib berganmiz. Juda ham skromniy chiqqan. Hop, darvozamizni bo'yi 350, eniga 347. Bu darvozamiz ham aksiyada 600 ming so'mdan qo'yib qo'yganmiz. Hop, общий summasi 7 million 300 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Agar yangi zakaz asosida bitiradigan bo'lsak, 650 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab chiqarib beraveramiz. Hop, endi bu darvozalarimizda, shtampovka darvozalarimizda har xil uslubda tayyorlasa bo'ladi, shumkali qilsa ham bo'ladi, vibrali qilsa ham bo'ladi. Shunda eng arzoni 600 ming so'mdan 950 ming so'mgacha chiqaveradi. Har xil variant. Oldi orqasini bir xil qilib ham ishlab beraveramiz. Mana bu joyda ish jarayonidan ham bir qator ko'rsatib ketsak, bu joyda high-tech qo'l mehnat darvozamiz kraskalanish jarayoni ketyapti. Mana shu joytalari shumkali bo'ladi, chekkalarida lazer gullari bor. Lazer gullarni ham taglarini xudo xolasa kraska qilib, keyin qotiramiz. Hattoki mana shu joytalari ham aka gibkali joytalari orqalaridan kraska qilib keyin qo'yilgan. Xudo xolasa behijolat yaxshi xizmat qiladi. U tomondagi kalitkasi, ruchkalarni ham endi qo'yamiz. Ruchkalari mana shu holatda o'rnaydi, xudo xolasa. Mana shu holatda o'rnaydi. Mana bu joytlari nerjaveka bo'ladi. Ruchkamiz tepasiga ham chiroyli qilib, o'ziga xos qilib nerjavekalarni qo'yamiz. Darvozamiz juda ham behijolat variantda chiqqan. Buni 1 metr kvadrat metri, xo'p, 1 million 350 ming so'mdan chiqadi. Qalin variant 1 million 350 mingdan 1 million 500 ming so'mgacha chiqaveradi. 2 qavat, 3 qavat qilib tayyorlasa bo'ladi. Oldi orqasi bir xil xohlashgan dizaynda tayyorlab beraveramiz. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, afsona fason, juda ham skromniy. Mana shu joytalariga yangilik qilib nerjavekalarni aylantirib qo'yganmiz. Ruchkalariga ham ahamiyat berasizlar, baquvvat qilib ishlangan, odamni ham bemalol ko'taraveradi. Xo'p, bu darvozamiz stoykalariga 8/8, buni 9 stenkasidan qo'yganmiz. Tagi qism 8 li shviller, listlari 1/8. Xo'p, mana shu joylar shumkali variantda bo'ladi. Bu darvozamizni kvadrat metrini, xo'p, yangi zakaz asosida tayyorlaydigan bo'lsak, 1 million 350 ming so'mdan chiqadi. Aynan shu darvozamizni, xo'p, gideta bir 4 million atrofida skidka qo'yganmiz aynan shu darvozaga. Xo'p, kvadrat metrini 1 million 50 ming so'mdan hisoblaganda, xo'p, bo'yi 360, eni 380. Общий summasi 14 million 300 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Vodiy ichiga ustanovka qilib beramiz, vodiydan tashqari joylarga dastlabki qilib beramiz. Agar kelishilsa, ustanovkalarni ham bitirib beramiz. Bu darvozamiz ham kalitkalari отдельный holatda. Garaj eshik bu tomonda, ichkariga ochiladi, отдельный eshigi o'ng tomonda. Mana shu joytalariga o'rlik zuber zamokka moslab joylarni qo'yib ketilgan. Xudo xolasa chiroyli qilib ustanovkalarni qilib beriladi. Bir qator ko'rsatib qo'yaverasiz. Xo'p, yana video oxirida hamyurtlarimizga bir og'iz gapim bor aka. Xo'p, ko'pchilik joyda zakaz berishyapti yoki klientlarimiz telefon qilishyapti, zakolat berdim, kuyib oldim, usta, shunaqa muammolar juda ko'p bo'layapti. Shuni hisobiga ishonarli bo'lish uchun o'zimni tanishtirib o'taman. Rahimov Salohiddin Sirojiddin o'g'li, Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'i 55-uyda istiqomat qilaman. Qumtepa MFY. Behijolat, xudo xolasa hech qanaqa aldov bo'lmaydi. Qanaqa dogovor qilsak, o'sha dogovorga asosan ishlarni chiroyli qilib bitirib, sifatli qilib topshiramiz.